Emotionaler Auftakt der Münchner Sicherheitskonferenz. Herzlich willkommen zu BR24. 17 fevral Germaniyanın München şehrinde başlanğan 59. nöbetlik München Xavfsizlik Kengişi yığını 19 fevral ahırlaştı. Wir sind besorgt darüber, dass Peking seine Beziehungen zu Moskau seit Beginn Baş temisi dünyadaki xavfsizlik amillerini noktalıq muzakara qilishga bag'ishlangan bu yığınga bu qitim 100'ge yakın devletten kelgen 650'den artık meşhur devlet erbapları qatnaşgan edi. Ularning arasida prezidentlar, ministerlar, harbiy qo'mondonlar, istihbarat xodimlari va yuqori darajalik siyosiy analizchilar bor edi. Die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Diqqatni hammadan bakrak tartqini to'limi zo'r dag'dug'i bilan o'tkazilgan yuqori darajalik davlat arboblarining bu navbatlik yig'iniga tunji qatim bir Uyg'urning qatnashishi bo'ldi. Dünya Uyghur Qurultiyi raisi Dolqin Isa Efendi Uyg'urlarga vakolatan bu yig'inga taklif qilingan edi. 3 kundan buyon ijtimoiy taratqularda Dolqin Isa Efendining yig'in jarayonida Amerika Avam palatasining sobiq raisi Nancy Pelosi, Angliyaning bosh ministri Rishi Sunak bilan ko'rishgan surati va yuzlagan yuqori darajalik davlat arboblari qatorida oldingi ratlarda o'ltirib yig'inga qatnashayotgan ko'rinishlari keng tarqalib, Uyg'urlarni hayajonlantirgan. Ba'zilar buningdan Uyg'urlar masalasining qaysi darajada xalqaralashganligini ko'rib olg'ili bo'ladi degan xulosani chiqarishgan. Biz bugun 20 fevral kuni München Xavfsizlik Kengashi yig'iniga qatnashgan bu tunji Uyg'urni ziyorat qilganda, uning qo'ygan tunji savolimiz yig'inda Uyg'urlar masalasi tilga ilindimi degandan iborat bo'ldi. Dolqin Isa Efendi mazkur yig'inda Uyg'urlar masalasining o'ttirga qo'yilganligini, buningdan xursandlik his qilganligini tilga oldi. Tunji qatim bu yig'inda Uyg'ur masalasi o'tirib etilgan davlat rahbarlari tomonidan o'tirib qo'yilgan bir yig'in bo'ldi. Bu bizni xursand qildi. Bu qatimki Münih xavfsizlik yig'inining asosli kun tartibi shukr Rossiyaning Ukraina tajovuzchiligini asos tema qilishga ko'proq masala shu haqida bo'ldi. Ammo bu yerda o'xshashlar Xitoy masalasimi shuningga ko'rdigan holda ba'zi rahbarlarning so'zlarida Uyg'ur masalalarimi bo'lib o'tdi. Masalan, Amerikan raisi bu masalani tilga oldi. Blinken bu masalani tilga oldi. Başqa rahbarlarımız, devlet rahbarlarımız bu meselelerini tilga oldi. Anladaki sual cevap kısımları bo'lgan vaqtida Uyg'ur meselelerini o'tirib qo'yish fursatlarimiz bo'ldi. Uning bildirishicha, yig'inda Amerika davlat rahbarlaridan boshqa Angliya bosh ministri Rishi Sunak Uyg'ur diyorida insonlarning jazo lagerlariga solanganligi va majburiy emgakka silinayotganligidek og'ir kishilik huquq dafsandichiligining yuz berayotganligini bayon qilgan. Çexiya poytaxti Praga şəhərinin şəhər başlığı bolsa, milyonlagan Uyg'urlarning jazo lagerlariga qamalganligini, ayollarning tug'maslik operatsiyasi qilinayotganligini, dunyo Ukrainaning keyin turayotganda Xitoyning, Rossiyaning keyin turayotganligini tilga olgan. München Xavfsizlik Kengashi yig'inining tashkillovchisi va riyosatchisi Kristof Xoyskin efendimi dunyoda zulmga uchrayotgan millatlarni sanaganda Uyg'urlar masalasiga sal qarashga bo'lmaydiganligini tilga ilib o'tgan. Bu yerda bir qism davlat rahbarlari Uyg'ur masalasini alayda o'zlarining so'zlarida tilga olib o'tdi. Bu munosabatda biz ularga rahmatlarimizni bildirib alayda berib ko'rishdim. Masalan, Angliyaning bosh ministri Rishi Sunak efendi so'zida Uyg'ur masalasini tilga oldi. Bu munosabatlar men so'z tugagandan keyin ataydan berib o'zim tanishtirib, men Uyg'ur dunyo qurultiyidan sizning Uyg'ur masalasini bugungi bu yig'in tilga olganligingizdan xursand bo'ldim. Rahmat aytamiz deb alayda qildim. O'zim aytib qizg'in bir muomala qildi. Münih Xavfsizlik Kengashining raisi Kristof Xoyskin efendimiz echilish nutqida maxsus shu dunyoda azob chekayotgan millatlar masalasini sanab o'tib, Birleşken Devletler Teşkilatı İnsan Hakları Ali Komissarının burunqi Uyg'ur dokladini e'lon qilganligi, Uyg'urlarning uchrayotgan masalalarini bu yerda deb o'tdi. Uning bilan alayda rahmatlarimizni bildirdik. Dolqin Isa Efendi so'zida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining qurboniga aylanayotgan bir millatning a'zosi bo'lish sifati bilan o'zining bu irqiy qirg'inchilikni yo'lga qo'yayotgan Xitoy hokimiyatining vakillari bilan bir so'rinda o'ltirib, dunyo tinchligi masalasiga fikr qatnashtirish fursatiga erishganligidan g'ururlanganligini ifoda qildi.
Dünyanın 40'tan artıq dövlətinin dövlət başlıqları və baş ministerləri, hökumət başlıqları şundaqla bir qanç yüzdiğan taşqı işlar ministri, dövlət müdafiə ministri və oxşaydigan ministerlər bilan oxşaş bir yığın zalida olturub dünya tinchligiga munosabatlik muzokaralarda fikr qatnashtirush fursatiga erishganligim albatta bir g'ururlantiradigan bir masala. Bugun bir irqiy qirg'inchilik uchrayotgan bir millatning vakili bo'lish sifatimiz bilan bu yig'in qatnashish va shundaqla Uyg'urlarga nisbatan bir irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlatayotgan bir davlatning Tashqi ishlar ministrining qatnashayotgan bir yig'inda o'zimizning ko'z qarashlarimizni o'tirib qo'yish bu insonni g'ururlantiradigan bir ko'rinish. U yig'in jarayonida yana ko'plagan davlatlarning rahbarlari bilan uchrashib, Uyg'urlar masalasini anglatish fursatiga erishgan. Nurg'unlagan davlat rahbarlari bilan, hukumat rahbarlari bilan, yuqori darajalik amaldorlar bilan uchrashuv, salomlashish, ularga qisqa bo'lsa-mu o'zimizning vaziyatini o'zimizni taqdim qilish, bizga hozirgacha ovoz chiqarib qo'llagan davlatlarga rahmat etish, kim turayotgan davlatlarga nisbatan dastlab qadamda bo'lsa-mu ularga Uyg'urlar duch kelayotgan masalani anglatish fursatlarimiz bo'ldi. Buningdan naydi shaxsan g'ururlandim. Amerikan tashqi ishlar ministri Blinken apandi bilanmi va ko'rishib Amerika hukumatining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini deb to'nigan uchun rahmat etdik. Nancy Pelosi bilan kurashdik. Onundan boshqa yana Norvegiya, Belgiya qatorliq davlatlarning baş ministerleri bilan yig'in jarayonlarida o'zimizni tanishtirish, ko'rishish fursatlarimiz bo'ldi. Münxen Xavfsizlik Kengashi yig'inida Uyg'urlar uchun ahamiyatli bo'lgan yana bir ish yig'in ichilayotgan Bavariya sarayida Xitoyning davlat xalqigan bostirishlari va nazorati degan temada o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'ini bo'lgan. Bu yig'inni Dünya Uyg'ur qurultiyi bilan Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkiloti birlikda uyushtirgan. Yig'inda Fransiyadagi lager shohidi Gulbahor Xotibachi jazo lagerlari haqida guvohlik bergan. Dolqaraysa apandi bu yig'inni o'tkazish uchun Münxen Xavfsizlik Kengashi sohibxonlarining zo'r e'tiboriga erishganligini ta'kidladi. Yani bizi hoş kılan nokta, bir yerde biz dünya kurultu bu yığında Xalqaro inson haqlarini kuzatish tashkiloti bilan birga bir matbuot yig'ini etish imkoniyatimiz bo'ldi. Bu mamda asan qo'lga keladigan bir narsa emas, buni bizni g'ururlantiradigan masala, bu alayda bir bizim uchun berilgan bir imtiyoj. Bu yerda shu yig'in jarayonida shu Milliy bexatarlik kengashi echilayotgan yig'in zalda bir matbuot yig'ini ochdik, buni nurg'un matbuotlar keldi. Bu bexatarlik konferans jarayonida maxsus Uyg'urlar masalasi haqida bir matbuot yig'ini o'rlashtirilishimi bu bir tarixiy hodisa. Münxen Xavfsizlik Kengashi yig'ini 1963 yildan buyon har yili fevralda o'tkazilib kelayotgan bo'lib, yuqori darajalik davlat arboblari qatnashadigan bu yig'inning asosli muzokara temasi dunyo xavfsizligi masalasidan tadrijiy holda olqib, bugun kelganda kishilik huquq, klimat masalasi ham fan texnika va iqtisodiy taraqqiyot masalalariga qadar kengaygan. Qadrli radio anglag'uchilar, Uyg'urlar masalasining tunji qatim Münxen Xavfsizlik Kengashi yig'inida o'tirib qo'yilganligiga doir ma'lumotni diqqatingizga sundiq. Germaniyadan Akram anglatdi.